Amana Rasuli oyatining o'zbek tilidagi matni. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambar Muhammad o'ziga Parvardigoridan nozil qilingan narsaga, oyatlarga iymon keltirdi va mo'minlar ham ularning har biri Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga birortasini ajratmasdan hammasiga iymon keltirdi. Eshitdik va itoat etdik. Ey Robbimiz, mag'firatingizni so'raymiz. Sengagina qaytish bor dedilar. Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani taklif etmaydi. Uning kasb etgani yaxshiligi o'ziga va orttirgani yomon amali ham o'zigadir. Yana deydilarki, ey Robbimiz, agar unutsak yoki xato qilsak, bizni koyima. Ey Robbimiz, bizdan ilgari o'tganlarning zimmasiga ortgan mashaqqatingni bizning zimmamizga ortma. Ey Robbimiz, toqatimiz yetmaydigan narsalarni bizga yuklab tashlama. Bizlarni afv et va kechir, hamda bizlarga rahm qil. Bas, bizlarga kofirlar qavmi ustidan g'oliblik ato et.